Oysa kichkinangiz necha yosh? 2 yoshu 2 oylik. 6 oydan beri hayz ko'rmayaptilar. Yaqinda test qilganlar, testda hech narsa chiqmayapti, lekin qornimda nimadir suzib, lo'qillab yuribdi deydilar oyisi. Kulmang, bolani qimirlatib yubordingiz. Shunda datchik qo'ysak, bizada 5 oylik bola turibdi-da, mana bunaqa qilib, qarab, kulib oyisiga. Ana hamma narsasi yaxshi bolachani, yuraklari urib turibdi, yurak urishlari yaxshi, haftasiga mos. Boshlari yaxshi shakllangan, miyasining ichki qismida hech qanaqa kistalar, qon quyulishlari aniqlamadik, chereplarimiz butun. Yo'ldoshimiz mana oldingi devorda joylashgan, orqa devordan ozgina tonus berib turibdi oyisi. Ichki a'zolari hamma narsasi bor, shakllangan. Oshqozon, siydik qopi, jigarlarimiz, umurtqalarimiz parallelni. Oyisi skrining qon topshirasiz, xo'p? Sizga o'tib ketgan birinchisidan tug'amizdan Xudo xohlasa. Inshaalloh. Tabriklayman.